Xo'sh, hammasi yaxshi. Bo'lmasam boshladik. Yo, hammaga salom. Bolalar, tuzimsizlar, nima gaplar charchamasdan. Ro'zalar bilan qiynalib qolmayapsizlarmi? Nima gaplar? Bugungi video roligimizda serverda vyjuvaniya qilamiz jigarlar. Men bu serverni yangi ochdim. Bunda hech narsa yo'q edi. Bir balolar qilib, короче, sedlar yozib, arang bitta qishloq topib oldim. Endi bu qishloqni nimadir qilib o'zgartirishimiz kerak. Shunchaki qishloq bu umid-yu. Alternosga mod tushirishni umuman tushunmadim to'g'risi. Agar biladiganlar bo'lsa, kommentga yozib keting. Xo'sh, birinchi ishimni bu yoqda qishloq Sakurani oldida bo'lgani uchun men bu nomi Sakurami o'zi. Mana shuni kesishdan boshladim, chunki bu yoqdan kirish joy qilaman. Shuning uchun bular aynan men kirish qilmoqchi bo'lgan joyimga bilin xalaqit qilib turibdi, bilat. Pizdes ko'p ekan. Daraxtni tanasini chopib tashlasa, o'zi sekin haligi tulab shu guli to'kilib yo'g'ib ketar ekan. O'sha tomoni yaxshi ekan, hammasini chopib chiqmasdan. O'zi bilan boshida yoqib yubormoqchi edim, pizdes. Xo'sh, bizga kerak loyiha olamiz, chunki men bu yoqdan tepagacha zina qilib chiqmoqchi edim, men fantaziyam bo'yicha. Uning uchun men bu yoqdan tekislashim kerak oldin. Chunki bilat hamma yer ilma teshik. Qishlog'im bilat bir g'alati qishloq. Lekin bo'laveradi, o'zimiz to'g'rilab olamiz. Keyingi qismlarga kirsanglar ham bo'ladi, sizlar ham yordam berasizlar, chunki bu katta qishlog'i bitta o'zim to'g'rilashim qiyin. Sherigim bor, u hali kirgani yo'q lekin. Xo'sh, bu yoqni sekin tekislaganimizdan keyin mana shu yoqdan men temirchini uyini buzamiz deb o'rtadan kirib kelish bo'ladi. Kirganingizda cho'tki joydan tushasizlar. Shu joyda shoshilmasdan sizlar like bosib, obunani bosib qo'yinglar jigarlar, chunki sizlar uchun kontent qilishga harakat qilyapman. Boshqalar уже 12 20 ga bo'lishdi. Biz hali mingta ham bo'lganimiz yo'q. To'g'ri, yangi boshladim, lekin mana bitta misol shorts video qo'yadigan bo'lsam 1,5 mingta odam ko'ryapti, lekin hech qaysinglar obuna bo'lib qo'ymaysizlar. Bitta bosib qo'ysanglar hech narsa o'zgarmaydi jigarlar. Chiqdi, bo'ldi, просто obuna bosib, like bosib qo'yinglar. Bu anaqa bo'ladi-da. Motivatsiya bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Bundoq ko'radi, demak, meni kimdir yoqtiryapti, shunga qarab ish qilsam bo'ladi deb o'ylaydi просто. Tak ko'p motivatsiya bermasdan ish qilish kerak, davay. Buni bittadan qavat ko'targandan keyin ustidan diamond yoki bir boshqacha bironta blok qo'ymoqchi edim. O'shaning uchun men bu loyihani ham qo'yib chiqaman. Birinchi qavati bilan sal pastroq bo'lib qolyapti, chunki men bunaqasidan zina ko'paytirib chiqishga erindim, bilat, pizdes. Hech narsa qilmaydi, men bu yoqdan to'g'rilab olsa ham bo'ladi, lekin men bu yoqdan qo'shib olsa ham bo'ladi. Mana bundoq qilib blok ustiga blok qo'yib ko'tarib yuborsam ham zina ko'payadi. Bu baribir bitta qismga bitmaydi, shuning uchun 2 ta yoki 3 ta qism bo'lishi ham mumkin. Birontasini streamda qilishimiz ham mumkin. Sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar, stream bo'lgani yoki keyingi qism chiqqanini bilib turasizlar jigarlar. Xo'p. Lekin qishloqqa вообще qoyil qoldim. Agar set kerak bo'lsa, kommentga qo'yib qo'yishim ham mumkin. Agar so'rab yozsanglar, просто kommentga. Brat, men bu setni yozib qo'ying desanglar. Cho'tki ekan, uzoq joyda ham emas ekan. Tog'ning oldidan aylanib o'tsanglar, bu yoqda katta qishloq o'zi ko'rinib turar ekan.
qishloq zo'r ekan, katta ekan. Anaqa ochiq-sochiq buzilib ketgan joylari ko'p ekan. Qishloq o'zi buzilmagan. Prosta tepalik, pastlik xohlagan joyga qurib qo'yavergan ekan. Pastida ochiq joylar qolib ketgan ekan, loy bilan qurilganda. Shularni o'zinglar ozgina to'g'rilab olsanglar, lekin chotki bor ekan. Pizdat. Vallahi keyingi mana shuni 2 yoki 3-qismini streamda qilmoqchiman. Birgalikda qilamiz agar kiramiz desanglar, birgalikda qilamiz. Ishonaveringlar, lekin men bu ham pizdes qiynadi. Onalarini ko'rsin mana shu yoqdan. 3ta palatkaligimiz naqib chiqqunimcha umrim ketdi, lekin borib ro'za уже anaqaga ulgurdim men. Saharlik vaqtiga bo'ldim mana shuni bilib. Zaybalim chiqdi, lekin borib bitta server qurib olish bitta azobi jala. Zaybal bo'ldim borib. Men bu yoqdan zina ko'tarib chiqib bir kishiga juda ham qiyin bo'lib ketgan, onalarini ko'rsin. Tavba qildim, bilin. Men juda katta planlar qilib tashladim-da, keyin shunaqa qilib bilan Zaybal o'zim qiynalib o'tirdim. O'shaning uchun server ochsanglar, onasini emsin. Planni sal kichkinaroq qilinglar, bo'lmasam mod tushiringlar. Qani endi hozir mod tushirishni bilganimda-yu bilin. Zaybal bo'lib men bu yoqdan bittalab zina ko'tarib chiqmasdan pizdes bitta shundoq Word qo'shib qo'yardim, dunyo qo'shib qo'yardim, pizdes maza qilib o'ynardim. Lekin Zaybal men Aternosga mod qo'shishni bilmayman bilin. O'shaning uchun o'zim endi men bu yoqdan bittalab zina ko'tarib chiqaman, bilat pizdes. Bu videoni olgandan keyin buni montaji bor hali bilat. Kamida 1 soat montaj qilish kerak buni ham. Zaybal qiladi. Onalarini ko'rib ketsin. Men bu zinna ham o'xshab qo'ya qolmaydi. Timboli tog'likda, tog'lik ham bilat, hamma yana tekizlab chiqish kerak. Bitta qilib. Shundoq jalab umr deydiki. Amana bilya, mana shu uyni buzib tashlashim kerak. O'shandan dod tushganda bitta kirish qilaman. Pizdes qilaman, onasini ko'rsin. Mana shu uyni men bu yoqdan keladi. Tushadi, men tepasiga mana kirishga, tushib kelishga, tog'dan tushib kelishga respawn point qilib qo'yaman. Shunday tushasizlar-da, onasini emsin, o'sha joydan tushasizlar kirishga. Nekimda tog' ustidan tushib kelasizlar. Sizlar uchun bilin. Shuncha loyni chop, uni to'g'rilab, buni qo'y yana ustiga. Eng zaybali teparoqda bilat sakura to'kilgan bagi bor. Bargini ustiga bilan blok qo'yib bo'lmaydi, uni bittalab chopib chiqish kerak gulini. Yeban bu. Onasini emsin, qanaqa logika bilan qilgan bu o'yinni bilmayman-u. Bosh og'riqni koni shu-da bilan 2-3gacha bilan men buni qurib chiqdim. Men shu bitta zinasi uchun shuncha vaqt ketdi. Endi agar hozir men bu setni topib bilan qishloq qo'ya olmaganimda men bilmayman. Uy qurish o'zi uchun 1 hafta vaqtim ketib qolamidi bilaman. Bitta server uchun qancha qiyinchilik, bitta Wordga shundoq survar qilib o'ynab o'tirgan yaxshi. Men bunaqa qilib server. Kimdir biladigan bo'lsa agar kommentga yozib ketinglar, iltimos sizlardan mana shu Aternosga mod qo'shishni shundoq menga o'rgatib qo'ysanglar, peshonanglardan o'pib qo'yaman jigarlar, lekin ishonaveringlar, men juda qattiq qiynadi bu bilin. Pizdes qildi lekin. Onasini emsin, Microsoft akkaunt ochishni ham bunchalik qiynalmadim. To'g'ri, boshida qiynaldim, lekin bilib olgandan keyin hozir kecha o'zi o'rganib oldim, 2 ta akkauntim. Mana shuni sizlarga ham o'rgataman deb o'zi bitta video qilgandim shorts. Yana eslatib o'tib ketaman.
Kanalda hozir 237 taman, deyarli 240 ta. Yana shunda 60 ta, bu yoqda plus qancha? 40 ta, 100 ta. 200 tami? Yo'q, ha 200 ta. Yana 200 ta, agar 200 kishi obuna bo'lib qo'ysa, agar 400 ta bo'lishim bilan dedim, bitta Microsoft akkaunt sovg'a qilaman dedim o'zimdan. Undan keyin yana plus 100 ta, 500 ta bo'lsak, men u endi baribir Microsoft akkaunt bitta beraman, bir kishiga bo'ladi-ku. Qolganlar xudo urganmi demanglar, yo'q. O'sha keyingi anaqasiga 500 ta bo'lishim bilan videosini qo'yaman. Men video qildim sizlar uchun alohida. Shu video tayyor. Hamma narsasini tayyorlab qo'yganman. Prosta sizlar obuna bo'lib qo'ysanglar, 500 ta bo'lsak bo'ldi. Shundoq qo'yaman. Ishonaveringlar, unaqa katta ish emas. Rosa vaqtinglar ketsa 3 minut vaqtinglar ketadi. Bundan ko'p vaqt ketmaydi. Men gapimga javob beraman. Agar men aytgan narsani to'g'ri qilsanglar, 3 minutdan ko'p vaqt ketmaydi. Xbox'ga ulashishni ham o'rgatib qo'yaman, Minecraft'ga ulashishni ham o'rgatib qo'yaman. Game'nikini qanaqa o'zgartirib, Xbox akkaunt nomi chiqib qolmasligini hammasini o'rgatib qo'yaman. Sizlar prosta poddeshi qilsanglar bo'ldi. Men o'zi bunaqa Microsoft akkaunt ochish, vlog haqida video qilmoqchi emas edim akkauntimda, chunki Microsoft akkaunt ochish, Xbox'ga ulash, u boshqa yo'nalishda. Umuman men o'zim Minecraft haqida video olmoqchi edim, ya'ni Minecraftda kontent qilmoqchi edim. Qanaqadir bir challengelar, o'yinlar, qachondir bir qanaqadir horror streamlar, unday. Lekin qayergadir bunda qarasa hamma yoqda Microsoft akkaunt ochish bilmayapman, ocha olmayapman. Birat o'rgatding, bunaqa. Bu ham Minecraft haqida bo'lgani uchun prosta o'rgatmoqchiman. Qiyin narsa emas-da. Ko'ryapman, anaqa YouTube'dan qidirib ko'rdim kecha kuni o'zim. Microsoft akkaunt ochish haqida 1 yil, 2 yil oldin qilingan videolar ko'p. 1 yil, 2 yil, ba'zilari 3 yil, 5 yilligini ham ko'rdim. 5 yil, rovna 5 yil turibdi. Onasini yepsin, bu o'sha ular o'rgatgan taktikalar Microsoft akkaunt ochishga o'tmay qo'yganda. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni noto'g'ri ma'lumot hozirga kelib noto'g'ri ma'lumot bo'lib qolgan. Noto'g'ri ma'lumot bo'lib qolgan. To'g'ri o'sha paytda o'tgan bo'lishi mumkin, lekin hozir o'sha aytishayotgan usullari bilan o'tmaydi. Prosta ovora bo'lib o'zinglarni qiynamanglar. Yarim soat shundoq ma'lumot kirgizib bitta bosasizlar, hisob yaratishi bloklandi, sizga hisob yaratilmaydi. Mana shu narsa chiqmaydi, ishonaveringlar. Men aytgan narsani qilinglar, shu chiqmaydi sizlarda. Men gapimga 100% javob beraman. Agar men aytgan ish bilan qilsanglar, chiqmaydi prosta. 400 ta bo'lishamiz bilan o'sha beraman akkauntni. U yana ham osonroq, chunki 400 dan keyin 500 ta bo'lishimizni kutib turmaydi bir kishi. Prosta bitta akkaunt ochib ham yurmaydi. U 500 ta bo'lgandan keyin videoni ko'rib, ovora bo'lib ochib ham yurmaydi. Prosta menga bo'ldi, kimdir yutdi bo'lgandan keyin Telegramdan yozaman. Prosta shunday yozib, akkaunt emailni beraman, parolni beraman. Minecraftga o'tib shunda ulov bo'lsa bo'ldi. Biznes. Uning uchun nima qilish kerak? Obuna bo'lish kerak. Kommentariyada, opisaniyada, profilim shapkasida ham Telegram kanalim bor. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar. Yo'da ham aktiv bo'linglar. Shunda kimdir yutib olishi mumkin, kimdir streamlarga kiringlar har kuni, onasini yemsin. Bosinglar gazini, prosta yutishinglar mumkin, hamma yutishi mumkin. Hammani ham omadini bersin. Hech kimga yomonlik tilamayman, hammani omadini bersin deb qolaman, chunki omad bu. Men yuta olmayman. Bu qachon turistda bo'ladi, qachon bizga akkaunt beradi demaysiz.
demasdan prosta shunda obuna bo'lib qo'yinglar, bo'ldi, 400 ta bo'laman. Bilaman, bu videoni ham necha kishidir ko'radi hozir. Ko'rib o'tiribsiz, prosta pastdagi obunani shunda bosib qo'ysangiz, bo'ldi, sizdan unaqa katta ish so'ralmaydi-ku. Tezda bo'ladi, lekin mana shu bu qachon ham bo'lar demang, bosganim bilan bo'larmidi demasdan bosib qo'ying. Mana shu videoni ham balkim 1000 kishi ko'rar, balkim 100 kishi ko'rar. Prosta bosib qo'yinglar, hisob nima ketadi sizlardan? Bossangiz bo'ladi, bosmasa qayoqdan bo'ladi? Like bosib, kommentariyani portlatib tashlasanglar, videoni rekka otib beradi bitta YouTube. Uje 1000 ta bo'lib ketishi ham hech narsa emas. Agar sizlar komment yozib, like bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, YouTube shunday rekka otadi videoni. Prosta bir kunda bo'lib ketishi ham hech ish emas. Video tayyor, Microsoft akkaunt ochishma, hamma ipidan ignasigacha tayyorlab qo'yganman. Onasining men bu zni ham bilet zaybal qilib o'tiribdi. Biling, mana aytdim-ku, tepada sakurani guli bor. Mana shularni ham bitta chopib chiqish kerak dedim-ku, biling, zaybal. Onasining emsin bu sakura muzi nomi shu yoki alcha, alvalimi? Bizda alval deyiladi. Olcha o'zi adabiy tildami yoki qaysidir shevada olcha deyiladi. Bizani shevada bu alvali deyiladi. Yoki alvali yoki bu sakura. Sakuraga o'xshab doim to'kilib turar ekan. Sakura to'kilib turadimi? Pizdek. Nixuya себе, sakurani ham nomidan boshqa hech narsani bilmayman o'zi. Jalla. Ya astag'firulloh. So'kinmang birodar. Xo'p. Deyarli bitib qoldi, tepaga chiqib qoldim. Yana bitta qilamanmi yoki ikkitami? Ashnaqa qilishim kerak. Yoki bitta yoki ikkita qilishim kerak. Oxirida ko'rsataman jigarlar, rezultat, lekin menga yoqib qolsa kerak, yoqish kerak menga rezultat. Shuncha qilgan mehnat onasining men bu haromli gullarini chopib chiqib, biling, zaybalim chiqdi. Yoqmasa agar server o'chirib yuboraman onasining imsin. Yana versiya so'raydiganlar bor, jigarlar. Versiya 1.21.50.10 1.21 tepasidagi versiyalar, ya'ni 1.21 dan ustidagi 1.21 plus versiyadagilar bemalol kirib o'yna olasizlar. Agar versiyalar pastroq bo'lsa yoki balandroq qilishni qilmasa kerak, bilmayman. 1.21 dan past bo'lsa 1.21 tortib olishni maslahat beraman. Ertaga stream bo'lganda kirganinglarda streamlarda jigarlar kiringlar deganda kira olmayapman, versiyam to'g'ri kelmayapti demasdan prosta Google dan skachat qilib qo'ysanglar kerak bo'ladi o'zingizlarga. Streamlarni ham iloji boricha har kuni qilishga harakat qilaman, chunki hozir bu Minecraftda birinchi videoim bo'lgani uchun juda ko'p narsalarni gapirib o'tayapman. Nimaga? Chunki o'zim haqimda ham ma'lumot qo'yib ketishim kerak. Faqat videoda emas, keyingi videoni ham kutinglar, biling, pizdes. Sizlar uchun bitta pizdes video ham tayyorlab qo'ygan. Uni ham qo'yishim kerak. Mana shu videodan keyin qo'yaman. Uni ham bilib, pizdes video bo'ldi bu ham. Sevib orasizlar ko'rib, deb orasizlar onasini ko'rsin. Ancha qiynaldim, lekin sizlar uchun onasining imsini arziydi. Sizlardan nima kerak? Faqat like, obuna. Boshqa narsa nixuya kerak emas. Men biling, bu o'zimda qilish ham bor. Umrimda shunchalik qiynalib zina qilaman deb o'ylamadim. Onasini ko'rib ketsin bu. Men golim, charchagan golim. Onasining to'kilib chuydi turibdi ekan. Bitta urib pachoq qilib yuborardim, kechqurun foydasi tegib turibdi. Men serverdaman, kechqurun bo'lmaydi. U meni xohishimga bog'liq. Bitta kod yozib, prosta kunduz qilib yuborishim mumkin.
onasini ko'rsin. Aytgancha Telegram kanaliga o'tib olinglar bolalar. Bu zo'r maslahat, chunki xohlagan paytim Telegramda prosta bitta chat qilib turib, shundoq kirib server o'ynab yuborishimiz mumkin. Birgalikda kayf qilib o'ynaymiz. Microsoft akkaunt bilan menga ChatGPTdan so'ragan vaqtim, ana Aternos serverida men operator bo'lishni bilmasdim. Ya'ni ana 3 ta nuqtani bossanglar mana tepamda turibdi-ku o'yinda. O'shani bossa, unda members, ya'ni odam yoki admin degani turadi. Server admini yoki prosta o'yinchi degan. Haromi men o'yinchi edim, o'zi server meniki, prosta men o'yinchi bo'lib qo'ygandim. Uni keyin ChatGPTdan so'radim, jigarim buni dedim qanday qilib operator qilaman desam, aytdiki, unga dedi Microsoft akkaunt kerak bo'ladi dedi. Keyin dedi Microsoft akkauntingiz bilan ro'yxatdan o'tgan nomingizni yozsangiz operator bo'lasiz dedi. Bo'lmadi, Microsoft akkaunt bilan kirsam ham bo'lmadi. Yana so'rayman, konsol degan joyi bor, u yoqqa o'tib open'ingizni yozasiz dedi. Uni qildim, yana bo'lmadi. Xayolardandir videolarni ko'rib o'taman. Вообще bo'lmadi. Onasini emsin. Yangi Google akkaunt ochdimda. Keyin nima qildim? ChatGPTga kirgizdimda. Aternos serverda qanaqa qilib admin bo'lsa bo'ladi dedim. deb yozdim. Haromi bilat menga aytayapti, kirasan dedi, serveringni start qilib yoqasan dedi. Men temirchini uyam zaybal. Serveringni yoqasan dedi. Lekin players degan joyiga o'tasan dedi. Players degan joyga shuni o'tasan, tepasida ikkita anaqa turadi dedi. Tugma dedi. Bittasi players, bittasi OP deb yozib qo'ygan bo'ladi boshida, odam rasmida toj turadi dedi. O'sha tojni bitta bosasan dedi. Keyin serveringga kirasan dedi. Serverga kirib Minecraftdan kirib turasan, onlayn bo'lib turishing kerak. Onlayn bo'lasanda o'sha open'ni bosib, nikingni yozsang, bilat saybal operator bo'lasan dedi-yu. Voh, onangni ko'rgur, shuncha qilgan ishlarimni bir hafta men serverda bilat operator bo'lishga harakat qilganim ko'z oldimdan shundoq o'tib ketdi bilat. Hop, короче, mana bu qishloq saybal kattaligini ko'ryapsizlarmi? Onasini emsin, temirchini ham pizdes 4 ta bor ekan. Yo 3 tamidi shunaqa. Hop, bu qishloq bilat zerikdim men zina qilishdan. Hozir mana videoning oxiriga onangni yemgir anavini rezultatini qo'yib qo'yaman. Anaqam o'chib qolibdi meni. Video zapis qilyaptim, o'sha zapis qiladiganim o'chirib qo'yibdi bilan telefonim. Qanchadir vaqt ko'payib ketib qolibdimi vaqti. Shuning uchun o'chirib qo'yibdi. Endi hozir bilmayman, yana Aternosni yoqib serverga kirib bitta screenshot qolamanmi? Sizlarga ko'rsatmoqchiman. Xo'sh, endi bundan buyoq yana bitta qilaman. Tepasini nimadirlar qilib bloklar bilan to'g'rilayman. Biling, videosini olib qo'yaymikan, rezultatni qo'ymaymikan. Zaybaldi, hozir yana kirib chiqish kerak. Onasini emsin. Planimda aytib qo'ya qolsam bo'lmaydi. O'rtadan zina bo'lib keladi. Chekkalarda tayoqlar qo'yaman, keyin sakura ekib qo'yaman. Ikkita chekkasiga bo'ldi. Mana shu bilyat zaybal. Xo'sh. Mana ish yoqmasdan kelsalar, men bu ishni ko'rib qo'yinglar, prosta ko'ryapsizlarmi? Bunaqa ideyani boru, prosta hech kim o'ylamaydi. Men chiqadi, onasini emsin. Men bu yoqda mana rang-barang qilib tashladim. Bu yoqda mana qishloq ko'rinadi. Ko'ryapsizlarmi? Sakuralar, takoy chotki. Bu yoqga go'limlarni ham tashlab qo'ydim, chunki bu yoqda bile zaybal ko'p ekan, mob pizdes ekan, sakura ko'pligi uchun o'lmayapti. Pastga tushadi deya onasini emsin. Tushib mana bu yoqga
bitamda to'rtta uyga o'xshatib taxta teramanda tepasiga kirish deb yozib qo'yaman, pizdes qilaman. Pastga man o'rtadan katta qilib o'zim skinib yasamoqman. U onangga o'xshayaptimi yo'qmi endi bilmayman, pizdes. Lekin mana oyog'ini qorin qismini yasab bo'ldim. Orqalari, oldisi mana bu ipini osilib turadigani oldidan oyog'i, prosta boshi qoldi, qo'li qoldi. Tamom, bo'lmasam hammaga xayr jigarlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videoda ko'rishib qolguncha hammanglarga xayr deb qolaman bolalar. Mayli, chao. Aytgancha obuna qo'yish esinglardan chiqmasin. Onasini tezroq mingta bo'laylik, bilim zaybal qildinglar. Ana endi rostanisiga ham xayr jigarlar, xayr.